Sen beni uyumni eshigimni teyib kelib, menga do'qimagin, tushundingmi? Qo'lingni ol, nesa meni qo'lim ushlayapsan? Sen nima meni qo'lim ushlayapsan? Siz o'zingizchi? Sen nima? Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan video turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Xususan, poytaxtning Olmazor tumani Shodiyona mahallasidagi bir necha xonadonlarga kirib borgan ikkita noma'lum shaxs o'zlarining suvsoz xodimiman degan vaj bilan xonadonga kirishga harakat qilishgan va ikki o'rtada kelishmovchiliklar kelib chiqqan. Ana shu video ijtimoiy tarmoqlarda tarqagandan so'ng fuqarolarimizda turli fikrlar uyg'ondi. Xo'sh, nima sababdan xonadonlardagi yashovchi kishilar sanoqdan o'tkazmoqda? Aslida ayni kecha kunduzda Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xodimlari xonadonma-xonadon yurishga hech qanday ehtiyoji yo'q. Sababi tegishli tashkilotlar bilan integratsiya qilingan bazamiz xonadonlardagi yashovchilar sonini sanashga hech qanday ehtiyoj qoldirmagan. Shu sababli ham ana shu holatni o'rganish maqsadida maxsus guruh tashkil etildi va voqea o'rganildi. Ma'lum bo'lishicha, video izohida aytilishicha, poytaxtning Olmazor tumani Qoraqamish 25 mavzesi Shodiyona mahallasida noma'lum shaxslar o'zlarini suvsoz xodimlarimiz deb tanishtirib, xonadondagi yashovchilar sonini surishtirib va laboratoriyadanmiz degan vaj bilan xonadonlarga kirishga harakat qilgan. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari holatni o'rgandilar. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxslarning Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga mutlaqo aloqasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Bunday holatlarni oldini olish takrorlanmasligini ta'minlash maqsadida yuz bergan voqea yuzasidan huquq-tartibot organlariga xabar beriladi va tegishli tartibda chora ko'riladi. Olmazor tumanida bo'lib o'tgan hodisa bo'yicha aniqlik kiritdik. U yerga ishtirok etgan xodimlar Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga tegishli bo'lgan xodimlar emas. Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga qarashli bo'lgan laboratoriya xodimlari o'z-o'zidan xonadonlarga bormaydi. Bunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, iste'molchilarni bergan murojaati asosida laboratoriya xodimlari borib, shunda ham hududiy inspektorlar birgalikda ishtirok etadi hamda o'zlarini xizmat guvohnomasini ko'rsatishadi va xonadon egalari ruxsat bergan taqdirdagina suvdan namunalar olib laborator tahlil sinovlarini o'tkazishadi. Shu o'rinda Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati laboratoriyasidan deb kelgan xodimlardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini so'rashingizni tavsiya qilib qolamiz. Ko'rib turganingizdek, bugun Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati nomidan o'z manfaati yo'lida, o'z maqsadi yo'lida foydalanayotganlar soni ortib bormoqda. Ya'ni suvsozlanman degan vaj bilan xonadonlarga kirib o'z maqsadlarini amalga oshirishga urinayotganlar afsuski uchrab turibdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, bunday noma'lum shaxslar poytaxtning bir necha tumanlarida aylanishga ulgurgan. Ya'ni Yakkasaroy tumanida ham ana shunday holat kuzatilgan. Bugungi tezkor zamonda har birimizdan ogohlik talab etiladi. Xonadonimizga kirib kelgan har qanday xodim bilan munosabatga kirishdan ehtiyot bo'lish lozim. Albatta, agar kommunal xizmat xodimiman deb o'zini tanishtirgan xodim bilan avvalambor uni shaxsini aniqlashga harakat qiling. Shaxsiy guvohnomasini ko'ring. Ana undan keyingina u bilan muomala qiling. Aks holda aldanib qolishingiz hech gap emas. Bugungi tezkor zamonda ogohlikni unutmang.